Aslida sizni qiziz qanday holatda, xuddi shunaqa kelin, xuddi shunaqa qiz bitta yigitga kerak. Shu sababli shu holatda, ya'ni masalan, sizni qizingiz deylik, ingliz tili o'qituvchisi bo'lsa, bitta yigitga ingliz tili o'qituvchisi kerak. O'sha uchun Xudo bu tomondan ingliz tili o'qituvchisini tayyorlaydi, bunga kerak bo'lgani uchun. Energetik tayyor degan qonun bor. Mana bu joyda kim qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar turmushga chiqishga tayyor bo'lsa, xuddi shu holatida uylanishga tayyor inson bor. Mana bu yoqda kim qanday holatda bo'lishidan qat'iy nazar uylanishga tayyor bo'lsa, xuddi shu holatida bunga turmushga chiqishga tayyor qiz bor, energetik bor. Hali real hayotda emas, lekin rostdan bor, unga yetib borish kerak. Endi qarang. Siz buni har bir chiqqan qo'rquvlaringizni o'zgartirib chiqishingiz kerak. Xuddi mani qizimdaqa, masalan, bir xil yigitlar bor, menga o'qimagan kerak, men o'zimga o'qitib olaman deydi, yoki uyda bolalarimga qarab o'tirish kerak, bolalarim tarbiyasi bilan shug'ullanish kerak. Kimdir shunaqa xohlaydi. Aynan shunaqa yigit keladi men qizimga, men o'g'il anaqa qizimga ha. Yana masalan sepi tayyor emas desangiz, kimdir umuman sepi kerak emas, men o'zim qilib beraman. Qaysidir bir yigit shunaqa deydida, o'zim qilib beraman. Va sizda hozir sepi tayyor emas. To'y kunigacha, to'yga yaqin qolganda siz qayerdan bilasiz? Xudo beradida har xil tarafdan va sepi eng oxirgi moddalarda tayyor bo'ladi. Siz bunday qarayapsiz, hozirni ko'ryapsiz, hozir sepi tayyor emasmi? To ungacha ham tayyor bo'lmaydi, bo'ldi, kelish kerak emas. Aqlan xohlaysiz, ong ostida sovchilarni rad etayotgan bo'lasiz, tayyor bo'lmaysiz, qo'rquvlaringiz bo'ladi. Tushundingizmi?